Assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Men bugun to'g'risi bir narsani ko'rib hayron bo'ldim. Shuni sizlarga ham ilindim. Ko'ringlar bir. Bu tarafi Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Matmon qishlog'idan kelaverishda, bu yog'i Dinovbola qishlog'iga ketishda mana bu yerda bir Hoji Abduqodir degan odam Hadiya bog'i barpo etibdilar mana. Ham bu yerda mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hadiya bog'i deb yozib qo'yishgan. Va mana bu yerda Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar. Dinovbola qishlog'iga Hoji Abduqodir boboning hadiya muhabbat bog'idan mevalaridan tanovul qilinglar deb yozib qo'yishibdi. Mana shu bog'. Mana shu bog' shu insonga tegishli ekan. Daraxtlarda mana mevalar, giloslar bor ekan, har xil olmalar, tutlar. Alloh rozi bo'lsin bu kishidan. Mana bu yerda adashib qolgan kishilar yoki shu yerda tunab qolmoqchi kishilar uchun bir joy tayyorlab qo'ygan ekanlar. To'g'risi bunaqa sharoit hamma joyda yo'q. Chunki bir chekka joy, chekka qishloqda bu. Shuning uchun to'g'risi hayron qoldim. Endi sizlarga savol. Xo'sh, shunaqa sharoit bo'lsa, shunaqa suvni bo'yida mana shunaqa bog' qurib, hadiya bog'i deb nomlab qo'yib ehson qilgan bo'larmi deylar. Nima deysizlar? Javoblarni albatta kutaman, chunki o'zgacha kayfiyat beradigan joy bu yer. Hammalar kelishlarini kutib qolaman. Yana video ostida lokatsiyasini qoldiraman. Bemalol kelib dam olib ketishingiz mumkin. Rahmat hammaga.